Kechirib yuraveradigan ayoldan qo'rqish kerak. Ayol har safar kechirganda ko'p erkaklar o'ylaydi. Baribir kechiradi, hech qayoqqa ketmaydi. Lekin erkak tushunmaydi. Ayol kechirayotgan bo'lsa, u hali oilani saqlab qolmoqchi bo'ladi. U xafagarchiligini ichiga yutadi, og'rig'ini bildirmaydi, yana bitta imkon beradi. Chunki u oilani saqlab qolishni istaydi. Lekin har kechirish ichida bitta narsani sindiradi. Bir kun keladi, ayol yana kechiradi, lekin ichidagi muhabbat allaqachon o'lgan bo'ladi. Ko'p erkaklar shu payt ayolim mensiz yasholmaydi deb o'ylaydi. Lekin bu muhabbat emas, bu ayolning ichida allaqachon ketib bo'lganini belgisi. Chunki kechirishni odat qilib olgan ayol ko'p hollarda er uchun emas, farzandlari uchun yashayotgan bo'ladi. Va eng achinarlisi, ko'p erkaklar buni juda ham kech tushunadi. Kechirib yuraveradigan ayoldan qo'rqish kerak. Ayol har safar kechirganda ko'p erkaklar o'ylaydi. Baribir kechiradi, hech qayoqqa ketmaydi. Lekin erkak tushunmaydi. Ayol kechirayotgan bo'lsa, u hali oilani saqlab qolmoqchi bo'ladi. U xafagarchiligini ichiga yutadi, og'rig'ini bildirmaydi, yana bitta imkon beradi. Chunki u oilani saqlab qolishni istaydi. Lekin har kechirish ichida bitta narsani sindiradi. Bir kun keladi, ayol yana kechiradi, lekin ichidagi muhabbat allaqachon o'lgan bo'ladi. Ko'p erkaklar shu payt ayolim mensiz yasholmaydi deb o'ylaydi. Lekin bu muhabbat emas, bu ayolning ichida allaqachon ketib bo'lganini belgisi. Chunki kechirishni odat qilib olgan ayol ko'p hollarda er uchun emas, farzandlari uchun yashayotgan bo'ladi. Va eng achinarlisi, ko'p erkaklar buni juda ham kech tushunadi. Kechirib yuraveradigan ayoldan qo'rqish kerak. Ayol har safar kechirganda ko'p erkaklar o'ylaydi. Baribir kechiradi, hech qayoqqa ketmaydi. Lekin erkak tushunmaydi. Ayol kechirayotgan bo'lsa, u hali oilani saqlab qolmoqchi bo'ladi. U xafagarchiligini ichiga yutadi, og'rig'ini bildirmaydi, yana bitta imkon beradi. Chunki u oilani saqlab qolishni istaydi. Lekin har kechirish ichida bitta narsani sindiradi. Bir kun keladi, ayol yana kechiradi, lekin ichidagi muhabbat allaqachon o'lgan bo'ladi. Ko'p erkaklar shu payt ayolim mensiz yasholmaydi deb o'ylaydi. Lekin bu muhabbat emas, bu ayolning ichida allaqachon ketib bo'lganini belgisi. Chunki kechirishni odat qilib olgan ayol